Javob bersangiz ham, bermasangiz ham sovg'a beraman. Kelishdingmi? Assalomu alaykum. Nurli kelajak xususiy maktabi 5 ta sovg'ani bolajonlarga taqdim etadi. Sharti esa birgina savolga javob berish. Piskent tumanimizda, Piskentimizni qadimgi nomi qanday bo'lgan? Toshkent. Toshkent bu Toshkentning qadimgi nomi bo'lgan. Uni hali o'tmaganmiz-da. Uni hali o'tmagansiz, siz qayerda kuzatib keldingiz? Instagramda. Instagramda ko'rib keldingizmi? Bugun qanaqa kun? Yangi. Bugun qanaqa necha? Yangina bayramni yaxshi o'tkazinglar. Piskent. Va to'g'ri aka. Yosh kattalar biladi, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yangi yillar bilan olasiz. Yangi yillaringiz bilan, bayramlaringiz bilan bayram yaxshi o'tkazib oling. Barakatli bo'lsin. Aytganingiz Yilda kelsa. erishmagan yutuqlarga 26-yilda erishish tarafdoriman yigitlar. Xudo xolasa, aytganingiz kelsa bayramlarni yaxshi kayfiyatda o'tkazaylik. Bizga. Biskat malades. Piskent. Biskat to'g'ri. Hop, bayram yaxshi o'tkazib olinglar. Bugun sana necha? Bugun sana 31-dekabr. 31. Bugun qanaqa kun? Yangi yil. Yangi yil to'g'ri. Bu sovg'a sizga. Bu sovg'a esa sizga. Bayramni yaxshi o'tkazing, bolalar. Xo'p, nechanchi sinfsiz? 3-chi sinfsiz, matematika bilasizmi? Xo'p, sizda 2 ta olma bor edi. Sizga 3 ta nok berdim. Sizda jami nechta uzum bo'ladi? Bo'lmaydi-ku. Bo'y to'g'ri. Mana, bayramni yaxshi o'tkazib oling. Tur, barakalla. Bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Piskent. Biskat bo'lgan, akajon. Ana topdingizman. Navaralarga bayramni yaxshi o'tkazib oling, aka. Bilmayman. Bilmaysiz? Xo'p, mayli. Bayramlarni yaxshi o'tkazib oling. Piskent tumaniga qachon tuman maqomi berilgan? Uch yil barakalla. Xudoldek, bayramingiz bilan. Yil. Noto'g'ri javob bergan uchun senga sovg'a. To'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri. Bugun qanaqa kun? Yangi. Yangi yil, malades. Mana sizga sovg'a. Bayramlar yaxshi o'tkazib oling. Mana. Bilmayman. Bitta taxmin aytib ko'ring. 2000-yilda. 2000-yilda. Xo'p, to'g'ri javoblar kommentariyada kutib qolamiz. Ukamizga esa sovg'a beramiz. Mana. 2 necha? 4. Bemalades. Alifbodagi birinchi harf. A harfi. Barakalla. Bayramlar bilan. Qip-qizildanmi? Mana. Bayramlar bilan. Piskent tumani rasmiy ravishda qachon tashkil etilgan? 2016. 70 yildan oshdi. Ma'lumot o'rnida aytaman, Piskent tumani tashkil topganiga 2026-yilda 100 yil bo'ladi. 100 yil bo'ladi. 1926 bo'lishi kerak. Nechinchi sanasini ayta olasizmi? Sentabr oyi, adashgan konkret bilmayman. To'ppa-to'g'ri 29-sentyabrda edi. Farzandlaringizga berasiz. Yangi yil yaxshi o'tkazib oling. Sog' bo'ling. Hozirgi O'zbekiston viloyatlarida qaysi biri oldin poytaxt bo'lgan? Hozir Toshkent bo'lsa, oldin Samarqand. to'ppa-to'g'ri. Mana. Bayramni yaxshi o'tkazib oling.